Bugungi kunda trendga chiqayotgan crossoverlarning barcha turlaridan avtosalonimizda sotuvga tayyor turibdi. Hozir sizlarni ular bilan tanishtirib o'taman. Qarshingizda Linko 900 Ultra eng full pozitsiyasi. 2 litrlik turbo dvigatel bilan jihozlangan 52 kilovatli batareya joylashgan, 0 dan 100 gacha 4.6 sekundda tezlashadi. Ot kuchi 734 ta. 21 razmerli yumshoq shinalar bilan jihozlangan. Ranglarga to'xtaladigan bo'lsak, oq, qora ranglari sotuvga tayyor turibdi. Salon ranglari esa 3 xil rangda: apelsin, qora hamda oq ranglarda. Navbatdagi modelimiz bugungi kunda O'zbekistonda juda ham ko'p muhokama qilinayotgan hamda talab ortib borayotgan Zeekr 9X Ultra modelimiz. Ushbu avtomobilimizning 2 xil pozitsiyasi bor: 70 kilovatli hamda 55 kilovatli batareyalar bilan jihozlangan pozitsiyalar mavjud. Tashqi ko'rinishdan deyarli farqi yo'q, faqatgina mana bunday xrom elementli hamda Black Edition oblisovkali turlari mavjud. Komfortiga keladigan bo'lsak, o'sha Rolls-Royce'dan hech ham farq qilmaydi, hattoki undan ko'proq komfortga ega. Xalqimiz orasida allaqachon o'zini o'rnini egallab ulgurgan Lixiang L6 avtomobili. Ushbu model haqida ko'p gapirishimning hojati yo'q, o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Komfort, ekonomishniy va juda ham yumshoq mashina. Agarda siz yo'l tanlamas avtomobil qidirib yurgan bo'lsangiz, sizlarga BYD kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Leopard 5 modelini taklif qilamiz. 637 stok ot kuchi bor, 0 dan 100 gacha 8 sekundda tezlashadi. 1,5 metrlik turbo dvigatel hamda 31 kilovatli batareya bilan jihozlangan. Hozirgina avtosalonimizga Leapmotor C16 2026-yil restyling variantlarining juda katta partiyasi yetib keldi. Ushbu avtomobillarimizni avtosalonimizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, avtomobillarimizni naqd, avtokredit, перечисление usullari orqali bir kun ichida xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki avtosalonimizga tashrif buyuring.